Assalomu alaykum hamyurtlar. Mana navbatdagi darvozamizni Andijon viloyati Xo'jaobod ko'stanovkasini yakunladik. Bu darvozamiz juda ham trendda bo'lgan xattik fason darvoza bo'lib, ko'rishingiz mumkin. Eniga 370, balandligi 3,5 bo'lgan nalchkalari bilan tevalarga kajir o'qib berganmiz. Kajirogimiz razmeri 4,30 ga, bunaqachasi 2 metrda bo'lgan. O'ziga moslab lazerlarni va xattik stilda nima qilib berganmiz. Kraskalarga kelsak, avtomobilni devo kraska bo'lgan, gruntовкаdan sepib, xudo xolisa matli qilib berganmiz. Kraskalarga 5 yil garantiya beramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab. Bu yerlarga nejveka, haylik zamoklar, juda ham ochilib yopilishlar juda ham yengil. Bu tomonni ko'rishingiz mumkin. 2 qavatli darvozani do'q ko'rinishda shunaqa bo'ladi. Hop, bu yerlarga sektor zamok qo'yib berganmiz. Juda ham yengil ochilib yopiladi. Hop, shandirlari pachinli shandir bo'lgan. Sizlar kimga shunaqa sifatli xizmatda kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa chiqasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab dastlabki uстановка mutlaqo bepul.